17-maktab 43 yil o'tib degan she'r. Ustozlar kuniga o'qib bermoqchiman shu narsani. Bu yangi kitobimizga kiryapti. 500 sahifadan iborat katta kitob. Buni haliga badiiy muharriri Beklar Bekov yozdik. Katta kitobga tarixda qolyapti. Endi akademik kuyov bo'lish ham hammaga nasib emas. Bismillah deb kiringiz, bo'yin egib bu joyga, kibri havo savlatni ishxonada qoldiring, qadam bosmang ishonib, boylik mansab chiroyga, qonda oqar shaytonni poygohdayoq o'ldiring, bot qiling ziyorat, izlamay hech bahona, buni maktab deydilar, ilohiy bir ostona. Madrasa ham deganlar, tengi kam bu xilqatning, mahkamalar, saroylar bo'lolmaydi muqobil, taqdirga ta'siri bor, bundagi har suhbatning, olimlar, fozillar, unda yiqqan ilk hosil, hallojlar va mashrablar, alif lomni yozgandir, makonlar ichida u eng ilohiy maskandir, bunda tengdir hammasi, boy kambag'al bolasi, parta go'yo joy namoz, doska mehrob singari, rayhon bo'yin eslatar, kitoblarning xush isi, kezar otamday aziz, ustozlarim ruhlari, buni maktab deydilar, oyoq artib kiringiz, uningsiz rost rohni topmaysiz hech biringiz, enamdayin oyim xol, muallimam yurgan joy, valiylardir xushchehra, to'xta ustoz sinfi bu, bundan chiqqan olimlar, bolaligin ko'rgan joy, Abdurahmat domlamning ochib bergan qulfi bu, ko'zimda yosh, tilimda tilovat va bag'ishlov, moziga qaytmoqlik ham sizu bizga zo'r sinov. 10 yil bizni erkalab ardoqlagan bu maskan, bir kun ostonasidan uchma uchdik biz, bergan ilmi dunyoni biz uchun qildi chaman, ozmi ko'pmi har qalay e'tirofga tushdik biz. Ona maktab hayotga tavsifnoma bermasang, men kim edim dunyoda, agar oq yo'l demasang, imkon bo'lsa boshmoqni ko'chadayoq qoldiring, ibodatga kelganday poklanib ham oling bir, o'qituvchi kelmoqda tavob aylang, yo'l bering, u odamlar ichida eng muhtaram, eng kabir, tashnalab odamlarga u mirobdir o'suvchi, mening fikrim shundaydir, yana ham haq bilguvchi, bu ilmning baytidir, boshni egib kiringiz, bu ta'limning boshidir, tarbiyaning o'chog'i, Ibn Sino roziylar unga qarab cho'kkan tiz, bu ibratning chashmasi, ham hikmatning bulog'i, bolalikka qaytganday tez kiring bag'riga, hissa qo'shing ilmning ummoniga, bahriga. Bayram bilan tabriklayman. Hammamiz shu 12-maktabda o'qiganmiz, qaytganday bo'lib ko'z oldimizga keltirib o'tdik.